To'g'ri, bizada to'y bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan sababli uni oilasi meni istamagan va xolanki mendan ham yoshi katta va san'at ahlida bo'lgan bir hurmatli, e'zozli insonni oilasini gelin bo'layotir. Va bundan men xursandman, baxtliman, haqiqatdan chin qalbimdan hech bir e'tirozlarsiz, chunki bizani hayotimiz, ya'ni ilishkimiz, bizani bir oilamiz, ya'ni ko'p keyin biz oramizda hattoki farzandimiz ham bo'lmaydi. Bu farzand faqat meniki. Bugun men indamin turgan bo'lsam, jim turgan bo'lsam, o'g'limni g'ururi uchun. Chunki meni o'g'lim hali katta bo'ladi. Shu vaqtimda so'raydi, "Opa, ona, menda shunday holatlar nechun bo'lgan?" degan vaqtimda men unga chiroyli javob berishim uchun jimman. O'g'lim shuning vaqt bo'ldi, shuning bo'ldi. Shuning vaziyatlarni yashadim deb aytib bilishlik uchun men hozir o'zimni yaxshi qo'la olib olganman, alhamdulillah. Bolasi bo'lsa ham farqi yo'qmi? Ajrashgan nima farqi bor menga? Men nima 18 yoshli qizmidim? Misol uchun men agar o'zimdan yoshi kattalarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimdir erini tortib olishim kerakmi? Bular yashab yurgan bo'lsalar, ajralganlar davno, уже почти 1 yil bo'ladi yaqinda. Xullas, mana men sizlarga haqiqatni aytaman. Men turmush o'rtog'imni uylanmaganlar dedim. Ular ofitsialni uylanmaganlar. Kim bilan yashab, qanaqa hayot qilgan bo'lsalar, misol uchun ikkala qiz ham yaxshi insonlar, bittasini farzandi bor, xalq taniydigan qiz, yaxshi obro'si bor, yoshi mendan kichkina, lekin meni hayotlari o'xshamagan. Ikkalovlari ham turmush qurishgan, bulardan oldin ajrashgan ayollar ekan va bularni shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men uni tepasida turmaganman. Men bilishim shu turmush o'rtog'im bilan tanishganimda bittalari bilan ajralganlariga salkam 1 yil bo'lgan, ikkinchilari bilan ajralganiga qanchadir vaqt bo'lgan, kam muddat. Lekin ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qariyman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Atamdan borib rozilik olib kelganlar. Onalari bilan tanishganlar. Bu to'ygacha ancha vaqtimiz o'tganda birgalikda. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Men birovni bolasini yetimam qiladigan qiz emasman. Agar turmush o'rtog'im ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilsa, olib kelib shuni boqasan deb menga olib kelsalar, men boqaman. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolalarga nafrat bilan qarab, birovni bolasi yo anu ayol yo bu ayollarni men doim hurmat qilganman. Hech qachon hech kimni tanlovini men haqorat qilmayman. Birga yashash va ajralish ayb emas. Kimdir taqdiri bir-biriga to'g'ri kelmagan bo'lsa, misol ularni hayoti yashashgan, bir-birlariga to'g'ri kelishmagan, nima sabab bilan men bilmayman, ajralishgan. Ikkinchilari bilan ham shunaqa nimadir sabab bilan ajralishgan. Muhimi, ularni ajratgan inson men emasman. Mengacha ular ajralishgan va hozir hayotlarida men borman. Kimni qadriga yetadi, ikkinchisini qadriga yetmagan, birinchisini qadriga yetmagan boshqa borib o'zlari gaplashsin o'zaro. Men misol uchun menga qiziq emas. Men aytdim, 10 ta farzandlari bo'ladimi ko'chada, 100 ta farzandlari bo'ladimi? Menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib, shu bizni farzandimiz, katta qilamiz desalar, men с удовольствием katta qilaman u farzandlarni. Men hech qachon nafrat bilan qaramayman, yaxshi ko'raman. Qaytanga o'sha birinchi farzandlarini rasmini ham ko'rganman, juda ham shirin bolacha. Nima, endi men turmush o'rtog'imni boshqatdan yana turmush qurishga haqqilari yo'qmi? Ajralganlar-ku. Yana nima, qanaqa?
mana Xiva debman, xorazmliklar bilishar ekan, ularni hayotlari qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, qanaqa qizlar nima sabablar bo'lgan ajralishlariga. Unda faqat to'y bo'layotgani uchun tegayapsizmi bu bola? Yo'q. Конечно. Biz gaplashib, bir-birimizga to'g'ri kelib, qalblar qo'ygan bo'lsa, qalbimizga bu Allohdan. Afsusdach qilish har xil odamlarga emas. Men gapirgan narsalarim, men qo'ygan videolarim u ikkita ayolga aloqasi yo'q. U bizani haqimizda har xil fitna qilib, orqadan sasib yurgan g'iybatchilarga tegishli. Hech kimga meni adovatim yo'q. Hammani baxtli bo'lishga haqqi bor. O'sha qiz etibdilar chiqib, yaqinda hayotimga boshqa inson kiradi deb. Allohdan ularga mukammal baxt so'rayman, umrlarini oxirigacha. Ikkinchi qizga ham shu. Meni boshqa sizlarga aytadigan gapim yo'q. Oila buzar, boshqa balo-battar deb tuhmat qilayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Men hech kim oilasini buzmaganman. Bu bizning ishimiz. Ma'lum? Biz o'zimiz xohlagan inson bilan turmush qurib yashasak, bizga baxt tilaylar, o'zinglar ham